Kalinskiy kelganmiz. Ansorga yetmasdan malinki strana bog'chaning yonida joylashgan 4 qavatli g'ishtli uylarni birinchi qavatda 3 xonaga 4 xonaga o'zgartirilgan kvartira chiqib qoldi. Holatlari yaxshi holatda, tashqarida огородlari ham mavjud. Bemalol noto'g'ri qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Lokasiya juda ham zo'r joyda joylashgan, yo'lda bo'yida g'ishtlik dom. Juda ham qulay lokasiya. Bayarin, Ansor yaqin. Bir qadamgina videoni oxirigacha ko'ring, uyda olib chiqib ko'rsatamiz. Birinchi qavatda 3 xonali 4 xona qilingan ixchamgina kvartira, noto'g'ri qilsangiz ham bo'ladi. Aytganimizdek, tashqaridan kirish qismlari, koridor qismi, bu yerga kladovka qilishgan ekan, oyoqdagilar esa to'liq taxtapol. Birinchi xonasi bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bilasizlar, komfort hudud, Kalinskiy. Issiqlik tizimidan mutlaqo muammo yo'q. Qishda ham issiqqina, gaz baland, romlari esa akfa romlarda, holatlar yaxshi holatda. Oldida огород bor, joyi bor, ya'ni hovli tomonga, ko'cha tomonga qaragan, bemalol aytib o'tganimizdek noto'g'ri qilsak bo'ladi. Bu tomoni esa ikkinchi xonasi, mana ko'chaga qaragan, ko'cha ham ko'rinib turibdi, yo'lda bo'yidagi dom. Batareykalar barcha xonalariga ilingan, oyoq toylari esa taxtapol aytib o'tganimizdek. Bu tomonda esa oshxonani 6 metrli verandaga chiqarib yana bitta xona qilib qo'yishgan. Ya'ni 4 xonaga o'zgartirilgan 3 xonali kvartira. Tomon esa zal, holatlari yaxshi holatda, konditsioner qoldirilyapti uyda. Mana bu mebellar, yotoqxona mebeli va oshxona jihozlari qoldiriladi uyda. Bu tomon esa 6 metrli verandasi, oshxona bu tomon ko'chirilgan, oshxona jihozlari qoldiriladi, qolgan bitovoy texnikalari olib chiqib ketiladi. Romlar, akfa romlarda holatlar yaxshi holatda. Do'stlar, Kalinskiyda yo'lda bo'yida shundoqqina malinki strana bog'chaga shunda burilganingizda yo'lda bo'yidagi dom, g'ishtlik dom, birinchi qavatda 3 xonali kvartira noto'g'ri qilsa bo'ladi. Narxi esa $43500 ga baholashyapti. Albatta, kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, ikkilamchi kreditga ham to'g'ri kelaveradi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga bundan ham zo'rlayishni davom etamiz.